Uyg'ur yozuvchisi Nurmuhammad Ömer Uchqunining Ma'rifat Mash'ili Mamtili Apandi nomli asari. Bu asar Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. İctimai kayfiyatni tuzash. Mamtili Apandi yolg'iz yangi ma'arif harakatini rivojlantirishda emas, atish xalqi qilgan yaxshi ishi bilan hurmatga sazovor edi. Bilishinglar kerakki, deydi u hamisha. Mangadigan yo'limiz taksha emas. Shunga farosatlik bo'linglar. Xalqdan yiroqlashadigan qilmishinglarni qilmanglar. Xalqni hurmatlanglar. Ular bizning borligimiz. Ular bo'ladigan ma'arifimizmi bo'ladi? Bizmi bo'lamiz? Barliq amal bilan xalqqa yaxshi ta'sir beringlar. Xalqdan ayrilib hech ishni vujudga chiqarg'il bo'lmaydi. O'quvchilar bu xildagi tarbiyaning va amaliy paketlarning tajribasiga uchrab turg'ashqa, Mamtili Apandining so'zini jon deb o'rindaydi. Chunki Mamtili Apandi eg'izida deganni amaliyotda ijro qilib isbotlab turadi. Buning bilan o'quvchilar bu xil tarbiyaning ta'siriga tezlik ko'nadi. U etiq minib, kanitlardagi maktablarni ko'zdan kechirgili manganda doim Turkiyadan elib kelgan xo'rmirang dori sumkasini birga elib oladi. Beshini jarohat qoplagan toz bolalarni uchratganda darhol otdan tushib, "Kel bichara o'g'lim, qishimga kel." Beliqut xazinasi chaqirib, qo'lidan yetilab mang'atdi va otamsini tepib, ularga o'z loyiqida fikr va tarbiya berib, dori berib ketib qoladi. Bo'libmi balaning tozligini intayin chin tutishni ta'kidlaydi. Bundaq vaqtda ota-onalar bu xosiyatlik apandiga nima deb rahmat aytishni bilolmay, orqasidan qarag'inicha havaslanib turib ketadi. U kambag'al dehqonlarga, yetim yesir bolalarga xayr-xohlik qilib, ularning holidan yaxshi xabar oladi yoki boshqalarga havola qiladi. Sinfidagi Mir Ahmad Seyitni o'zi bolachilab beqib olgan edi. Uningdan boshqa Mamtili Apandining yana bir qo'zg'an cho'ng harakati zaharlik chekimliklarni cheklash, ijtimoiy kayfiyatni tuzash bo'ldi. Mamtili Apandi Mahmud Shijongning xitini va askarini elib kelgandan keyin qarshiliklar azaygan bo'lsa-mu, lekin to'xtamadi. Bolalarga yo'shirin zarba berish, ya'ni chalma, tosh etib yaralandirish hodislari ko'rildi. Lekin umumiy xalq Mamtili Apandini qo'llaydi. Shundoq murakkab sharoit ostida Mamtili Apandi xalqning kundalik turmushidagi ishlarga ko'ngil bo'lib, ularni texim rozi qilishga kirishdi. Ayni vaqtlarda uzun yillar tarbiyasiz qolgan nurg'un bolalar nash chekish, aroq ichish, qimor o'ynash, o'g'irlik qilish, jadal tug'dirish qatorliq nachar odatlarni o'ziga yuqtirib olgan edi. Mamtili Apandi bozorlarda, ko'ch-ko'ylarda, yig'ilishlarda, to'y-to'kinlarda tashviqot elib berishga boshladi. Buning bilan to'xtab qolmay, o'zi bevosita tarbiyalagan 40 nafar izchini bozor va jamoat so'rovlarining tartibini saqlashga mas'ul qildi. O'g'ri, qimovoz, nashkashlar har yerlarda tutilib, jazolanib, tegishli tarbiya berilgandan keyin qo'yib berildi. Jazoni xo'rlar va tarozida kambarguchilar tutib jazolandi. Barliq kechkursda o'qiyotgan va jamiyatda yurishayotgan yoshlar, o'ttir yosh ayollarga adab axloq tarbiyasini elib berib, har xil tanqidiy aytishish, etotlarni tuzib chiqib, o'ynash orqali xalq tarbiya berdi. Sizlarda bor ajab bir xil ayiblar. Nashi haroq apiyunda kayiblar. O'ynaysizlar qog'oz qimor deganni, ishtimaydi sizlar non deb yeganni. Tanqid qildik, axloqingiz tuzulur. Tuzulmasa sizdan umid uzulur. Nash chekib rangingizda hech qon yo'q. Shunga sizda odamga xos vijdon yo'q. Mamtili Apandining ijtimoiy kayfiyatni tuzash xarakterlik bu harakati ilg'or etdiki, ma'rifatparvar zotlarning emas, johil mutasib kuchlarning qizg'in qo'llashiga uchradi.
Bunun bilan ham jamiyatni tuzab, ham o'zini qo'llaydiganlar sonini kun sayin oshirib, yangi ma'arif harakatiga kuchli asos yaratdi. Anglayotganinglar Beliq To'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Tozliq harakati. Məmtili əpəndi balılıq dəvirdən başlapla tozliqni o'ziga odat qilib, pakiz, rətlik bo'lish odatini o'zida yetildirdi. Bu odat uning yangi ma'arif harakatini qo'zg'ash jarayonida elib boradigan yana bir muhim tur bo'lib shakllandi. Chunki xalq sog'lomlik deydigan ishni tozliqdan boshlash kerak. Məmtili əpəndi tozliq va axloq fazilat inson bolasi uchun eng zarur tarbiya bo'lg'ashqa, bu jihatda alohida ahamiyat berdi. Oldi bilan tozliq va axloq fazilat darsini boshqa darslar qatorida darslik programmasiga kirgizdi. Cho'ng tozliq tekshirish faoliyati elib berilib, muhit tozligi, sinf tozligi, ishxona tozligi, o'quvchilarning kiyim-kechak tozligi, o'qish qurollarining rətlik, pokiz tutilish tekshirib xulosalandi. Axloq baholashdimi mukammal qoida tuzumlar yo'lga qo'yilib, har bir o'quvchining maktabdan tartib oila, jamiyat kuchi bo'lgan barliq ahvollari umumyuzlik tekshirildi. Buning bilan o'qituvchi-o'quvchilar tozliq va axloqqa intayin ahamiyat beradigan odat tabiiy yo'sinda shakllandi. Buning ta'siri jamiyat kuchi kengayib, intayin yaxshi ta'sir paydo qildi. Bir kuni Məmtili əpəndi o'zining beqib olgan o'g'li va shogirdi Mir Ahmadni agashtirib, maktabga bir ish uchun oldirib ketib-atdi. To'satdan uning ko'zi to'piga melinib o'tirgan, allaqandoq bir o'yinni o'ynayotgan bir bolaga tushdi. Məmtili əpəndi darhol to'xtab, bolaning to'pisini qiqib, o'rnidan turg'izib, "O'g'lim, kiyimingni mushundoq paskini qilib-atsang, onang xafa bo'lmamdi. Topda o'ynama, og'rib qolasan" deganicha yog'liqini chiqarib, bolaning yuz ko'zlarini surtdi. Ondan uningga dacham puldan birini berdi. Dal shu chaqda heliqi bolaning onasi uydan chiqib, Məmtili əpəndini ko'rib, ham jiddiylashgan, ham xijil bo'lgan holda ahvol so'radi. Məmtili salomni elib bo'lgandan keyin, "Bolangizga obdan qarang. Sog'lom, pokiz cho'ng bo'lsin. Pokiz yurishni o'rgansin. Bizda ko'yik yamonmi, ko'nikmi desa, ko'nik yomon degan gap bor. Hozirdan boshlab qandoq ko'ndirsangiz, keyin shundoq bola bo'ladi" dedi. Bolaning onasi intayin xijil bo'lgan holda qizirib muloyimlik bilan, "O'zlarining oldida bek uyaldim, apandim, kechirsizlar" dedi va uzab ketayotgan Məmtili əpəndining orqasidan hurmat nazari bilan qarab qoldi. Shu ish bo'lib oradan uzun o'tmay, Məmtili əpəndi Mahshat bozoridagi bir oshxonaga bir nechaylar bilan manta yegili kirdi. O'ltirib bo'lgandan keyin Məmtili əpəndi oshxona tozliqining nacharligini his qildi. Oldidagi piyola, chaynaklarning atrofi kirdan dog' bo'lib ketgan. Ustallar to'liq surtanmagan. Yana texi to'risida bir necha tal o'michik to'ri esilib turadi. Məmtili əpəndi o'ltirib bo'lg'ashqa, o'rindan turib chiqib ketishni afsus ko'rib, tamoq chiqqıcha yenidagi pichqini chiqarib, piyola chaynaklardagi dog'ni qirib o'ltirdi. Buni ko'rgan oshxona xo'jayini o'ng'aysizlanib, "Apandim, bugun o'zlari oshxonamizga tunji qatim mehmon bo'lib kirganda yerga qarab qoldi. Bilqut xazinasi. Shogirdlar yosh bo'lg'ashqa tozliqqa ahamiyat berib diqqat qilib ketanmabdi. Mehmonlarga tamoqni o'z qo'lim bilan raslab beray" dedi. Məmtili əpəndi, "Kerak yo'q. Bundaq ahvollar bo'lib turadi, lekin bu ishlarni tuzatmay bo'lmaydi. Bu xalqning sog'lomlik bilan munosabatlik cho'ng ish. Shunga diqqat qilishimiz kerak" dedi. Mana shunday qilib, tozliq va axloq harakati yangi ma'arif harakatini butun jamiyatga keng ko'lamda yuzlantirishda muhim rol o'ynagan harakatlarning biri bo'lib qoldi. Anglayotganinglar Beliq To'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Murosimdagi tantana. 1935-yili yoz oylarining biri.
Qashqar xalqi xushalliq, havas, qiziqish bilan yo'l bo'yiga tizilib, erkak tarafga hayvat bilan kirib kelgan 40 nafar izchini kutib oldi. Mamtili apandining komanda berishi bilan 40 nafar izchi nay barabanlarni yangritib, jangovar marshlarni o'qib, yerni titratgidek mashdasab, shaharning asosliq rastallarini aylandi. Heydganing oldiga yetib kelib, o'zlarini kutib olishga chiqqan minglagan xalq ommasiga bir marsh o'qib bermoqchi bo'ldi. Mamtili apandi o'zi bo'yniga esib olgan barabanni ajoyib mahorat bilan chelib, butun izchilarga yetakchilik qildi. Eng mahir naychi Qurbon Ibrohim, eng mahir barabanchi Ahmad Seyit agishib marsh muzikasiga chalganda 40 nafar izchi birdek masishib marsh o'qishga boshladi. To'plashib turgan xalq ruhliq, jangovar marshdan ta'sirlanib, uzoqcha olqish yangratdi. Mamtili apandi izchilarni Nobeshi maktabga menishga buyruq berdi va o'zi sapning oldida kaylichilab menib, baraban chalgan peti izchilarni naqsh to'ldirib, heydgohdan yurib ketdi. Xalq to'pi toki ular Nobeshi maktabining hovlisiga kirib ketguncha agishib mangdi. Ular muavin bosh qo'mondan Mahmud Muhidi va Qashqar viloyatining ma'arif ishlariga mas'ul kishining taklifiga binoan xalq bog'ichisiga o'q qo'yish murosimiga qatnashish uchun kelgan edi. Ular Nobeshi maktabda bir kech qo'ngandan keyin sahar odat bo'yicha atdiganlik gimnastika o'ynab, nashti qilibla yumloq shahar ko'lbeshidagi bir havoliq ko'rkam bog'chiga yetib kelganda Mahmud Shijang boshliq rahbarlar va Qashqar ma'arifining yetakchilari, rahbarlari, shundaqla Qashqar shahrining izchillari ularni qizg'in qarshi oldi. Qarshi elish oyoqlashgandan keyin ziyofat o'tkazildi. Ziyofat davomida Qashqar shahrining izchillari bilan Mamtili apandining izchillari qator tizilib turdi. Xalq bog'chisiga ul besish oldida Mahmud Shijang uzoq nutq so'zlab, o'z qo'li bilan ul qo'yib berdi. Ul qo'yilib bo'lgandan keyin Mamtili apandi sahnaga chiqib, o'zining nutq qobiliyatini to'liq namoyon qilib, intayin o'tkir fikrlar bilan ma'arifning maqsadi, ma'arifni qo'llaganlarning erishadigan izzat hurmati, xalqning kelgusi haqida so'zlab, murosimiga qatnashgan barliq cho'ng kichiklarni hayajonga silibdi. Mahmud Shijang bilan Majdiddin apandi Mamtili apandini chin quchoqlab turib, siz ismi jismiga loyiq xalq farzandi, kam uchraydigan vijdon egisi, o't yurak yigit, o'tkir fikrlik notiq. Biz sizdan faxrlanamiz. Texmo g'ayrat bilan ishlang deganicha bag'riga besib elishdi. Bu chaqda butkul maydonda hayvatlik guldiras olqi sadosi palak yetdi. Nurg'un odamlar ta'sirlanganligidan o'zini tutib ololmay ko'z yosh qildi. O'l selish faoliyati oxirlashgandan keyin Mamtili apandi izchillarini boshlab Nobeshi maktabga qaytishga tayyorlanayotganda xaloyiq otish izchillarini bir naqsh o'qib bersa deb iltimos sunishdi. Mamtili apandining izchillari darhol sapras bo'lib, Mamtili apandining ijod qilgan bir naqsini Mamtili apandi dirijorligida hayvat bilan o'qib berdi. Shoni shuhratlik idi himmat bilan ajdodimiz. Otalarning janglari o'shmaydi tarix bitidan. Nasli qoldi jangovar biz uning avlodimiz. Chiqdi jon ham oqtiqan bo'ldi yovdin al aman. Yashsun ming yashsun go'zal iqbolimiz. Izchilar ichidagi Qurbon Jabbor ismli izchi yuqori ovozli naqshchi bo'lganligi uchun chiqdi jon ham oqtiqan bo'ldi yovdin al aman degan misrani avjiga chiqarib yuqori ovoz bilan aytgandan keyin Mir Ahmad Seyit, Abduvaris, Salay Mahmudlarmi oxirgi misrani tamomladi. Izchilarning yuqori mahorat bilan aytgan naqsi butun bog'chini bir oldi. Kashlik o'yin oxirlashgandan keyin Mamtili apandining izchillari nay baraballarni yangritib, Mamtili apandi ijod qilgan Erpan kullari nomli naqshini jarangliq o'qib, Nobeshiga qarab mangdi.
Bütün Qashqar osmoni naqsh sadosidan larziga keldi. Tug'di bu yurtda irfon kunlari. Bütün adallık zulmet tülleri. Sayra vatanning sho'x bulbullari. Echildi sana ilim yo'llari. Yemirilmekte devri istibat. Xurapatlıqdan bolğun sen avat. Bilgin ganimet altın çağlani. Qil irfon bilan yurtungni obod. Әтсі, Мәмтили әпәнди izchillerini boshlab, shahar ichida yangidan ochilgan yangi fanniy maktablarni ekskursiya qildi. Tajriba, taraqqiyot ahvollarini tunishtirdi. Shunda qilib, ular g'alaba bilan otishga qaytib ketdi. Anglayotganinglar, Beli Qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 12 aprel bayrami. Şыңызсай 1934-yildan boshlab 12 aprelni bayram qilib bekitgandan keyin Qashqarda bir tutash faoliyat elib beriladigan bo'ldi. Мәмтili әпәнди bundaq cho'ng yig'ilishda xalqqa ma'rifat tarqitish, tashviqot elib berishga intayin ahamiyat beradi. 1936-yili 11 aprel Мәмтili әпәнди izchillaridan 800 ni boshlab Qashqarga qarab mandi. Bir xil fasonda bayramliq kiygan bu 800 o'smir yo'l bo'yi vatan xalqini kuylaydigan naqshi marshlarni o'qib, zo'r dag'dug'i bilan Qashqar shahriga kirib, Qashqar izchillari bilan ko'rishgandan keyin atiga tayyorlik qilishga tushdi. 12 aprel tong saharda barliq o'qituvchi-o'quvchilar o'rindan turib, gimnastika o'ynab, g'izolangandan keyin kutib turishdi. Aradan uzun o'tmay chilingan bir pushtak bilan jangvar holatda safga tizilib, yana bir pushtak bilan nay baraballarini yangritib, maydonga qarab atlandi. Minglagan, 10 minglagan shahar aholisi va o'qituvchi-o'quvchilar bayramlik kiyimini kiyib, rasta-rastlarda do'lqinlab eqib maydonni ovotlashtirdi. Hammanglar joyi-joyiga berib o'tirgandan keyin Mahmud Shijang nutq so'zladi. Nutq oxirlashganda orqa-orqadan tovlangan shuarlar butun maydonni qopladi. Vakillarning nutqi oxirlashgandan keyin Mahmud Shijangning otliq va piyoda qismlari hayvat bilan ehtirom bildirib, botirona qadam tashlab paraddan o'tganda butun maydon misli ko'rinmagan qaynam toshqinlikka cho'mdi. Ular maydon o'rtasiga kelib, "Yashsin ulug' do'stlik, yashsin yangi ma'arif" degan shuarni ajoyib ko'rkam shakl orqali ifodalaganda qizg'inlik teg'imi Bilqut xazinasi. Otish izchillari va o'quvchilarimi "Yashsin inqilob, yashsin erkinlik" degan shuarni ommaning ko'z oldida namoyon qildi. Ular birdek jaranglik ovozda Muborak Vatan nomli marshni o'qiganda olq sadolari palakni qopladi. Qashqar izchillarimi navbatida o'z mahoratlarini ko'rsatib, tomoshabinlarni hayron qoldirdi. Shunday qilib, bu qitimqi 12 aprel bayrami intayin jonliq kayfiyat bilan mo'l mazmunli o'tkazilib oxirlashdi. Мәмтili әпәнди qaytib kelib, 2-3 kundan keyin Qashqar izchillari Majdiddin әпәнdining boshchiligida ostin otishga o'rganish, ziyorat qilish, tajriba almashtirishga chiqdi. Anglayotganinglar, Beli Qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ma'arif tashviqot safari. 1936-yili bosh kuz. Мәмтili әпәнди üstü beshiga bir xil kiyingan, bir xil qurollangan 40 nafar izchisini boshlab, nay barabanlarini chaldirib, naqshi marishlarni aytqizib, yangi ma'arifni yo'lga qo'yishning tarixiy ahamiyatini tashviq qilish safariga otlandi. Ular Mashhaddan qo'zg'algan peti otishining oyog'iga joylashgan Qumseg'iz kantiga yetib kelib, Ro'za Shayx Oxunimning uyiga tushdi. Bu mehmondo'st odam Мәмтili әпәнdining qo'lini ching siqib turib, "Әпәндим, sizni uyimizga Xudo yetkizdi. Siz ishingiz ajoyib oldirash odam. Bugungi bu fursat men uchun g'animat.
Qani, izchilligingizni boshlang. Ayvon saroylarimizdan ishki, aziz mehmonlarimizga ochiq, deydi. Va ularning oldiga qaytiq meva chivilarni akeldi. Atsi izchilar Roza Shayx oxunimga rahmat aytib, Payzivatga tava oqqash yessi qarab yo'l oldi. Ko'z g'uvalashganda oqqashga berib, Mahmud Hojim degan kishining uyiga tushdi. Ular Mahmud Hojimning ozodi uyida orom elib, hordiq chiqqandan keyin sahar turib gimnastika o'ynab bo'lib mashq qildi. Mahmud Hojim izchilarning intayin adablik, pokiza, tartibli ekanligini ko'rib, hayajonlangandan o'zini bosolmay qoldi. Izchilar g'izolangandan keyin oqqashni aylanib, nay baraban chelib, naqshi marsh o'qib, mashqqa darsab, odam to'plagandan keyin Mamtili apandi ilm-fan o'rganishga, maktab ichib bolalarni o'qitishga, jaholatdan, nodonlikdan, bilimsizlikdan qutulishga dalolat qiladigan mazmunda nutq so'zlab, oqqashliqlarning qalbiga yangi ma'arifning o'tini tutashtirib etdi. Shu maydonda Mahmud Hojim "Oqqashda fanniy maktabni mana men ochaman" deb o'ttirga chiqdi. U izchilarning yurish turishi, harakat va jasoratidan ta'sirlanib, ko'z yosh qilib ketdi. Mamtili apandi boshliq izchilar oqqashliqlar bilan xo'shlashib, Shaptul yezisi qarab yo'l oldi. U kuni dal Shaptul yezisida bozor bo'lg'ashqa, ming'an amma izchilarni o'rib olgan edi. Mamtili apandi bundaq so'rindan qanday foydalanishni biladigan usta notiq bo'lg'ashqa, sehriy kuchga boy ovoz bilan nutq so'zlab, izchilarni o'rib olgan ommani hayajonlantirib etdi. Ular bir bo'stonliqda ozroq orom elib olgandan keyin izchilar Shaptul bozorining o'ttirsini kesib o'tib, "Ey vatan xalqi o'yg'on g'aflatdan" degan naqshini o'qib, Payzivatga qarab yo'l oldi. Ular shundoq hayvat, jasorat bilan Payzivat, Yangi shahar, Yangisar, Toshmiliq, Opal, To'qqizoq qatorliq joylarni bir oylik vaqt ichida aylanib, o'zining bu qitimqi muqaddas vazifasini to'liq namoyon qildi. Bu jarayonda izchilar barg'anligi joylarda o'zlarining hayvatlik naqshi marishlari, mashlari va jasorati bilan xalqni yangicha ma'arifning natijalarini ko'rib harakatlanishga turtki bo'lgan bo'lsa, Mamtili apandi ajoyib esin so'z nutqi, nutq qobiliyati orqali xalqning qaysi holda turmush kechirayotganligi, nimaga jiddiy ehtiyojli ekanligini aniq tushundi. Nurg'un maktablar mush tashviqot safarining roli orqali qurildi. Bu tashviqot safari garchi izchilarga ma'lum darajada jafo ilib kelgan bo'lsa-mu, lekin ularning ruhi qattiq sinoqlarga bardoshlik beradigan bo'lib chiniqdi. Anglayotganinglar Beli Quttordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Zanjirlangan sarkarda 1937-yili aprel. Qashqarda 12 aprel o'tkaziladigan tanharakat bayramiga qatnashish uchun Mamtili apandi 200 o'quvchini tanlab mashqqa qatnashtirdi. Aslida 4-oyning 9-kuni yo'lga chiqish to'g'riliq bolalarga uqtirib etilgan edi. Lekin 8-aprelgacha bolalar Mamtili apandining eg'izidan biror xabar anglashmadi. O'zining xush ovozligi bilan doim kishilarni o'ziga jalb qilib oladigan Mamtili apandining chiroyidan jiddiylik va g'am andish alomatlari chiqib turardi. Oxir o'quvchilar Mamtili apandining oldiga berib, "Apandim, nim bo'ldingiz? Shaharga qachon mangamiz?" deb so'radi. Mamtili apandi o'quvchilarining andisini tugutish uchun darhol sinfga yig'ib, "Xabarlarga qaraganda Mahmud Shijang 4-oyning 8-kuni saharda diviziyadagi o'ziga agashgan askarlarni boshlab Yangisar orqali Yakanga ketibdi. Hozir Qashqar shahrida vaziyat ancha yaxshi emas. Bu navbat bayramga borsak ahvol bizga foydasiz bo'ladi. Ba'zi ko'ngilsizliklarning yuz berishi turg'anligi. Agar bormasak, hukumat otishliqlar Mahmud Shijangga hesdoshlik qilib kelmadi deb qarab,
bizga texmi ig'ir malomat keltirdi, dedi va orqadanla jiddiy qiyofatda so'zini davomlashtirdi da jiddiy qiyofatda qo'rqmay borayli. Rastilla ular 3 qo'yni o'g'irga bergandan boshqa xiyin xatarga uchramadi. Bu qo'ylarni paxtaklidagi bir kishi o'g'irlagan bo'lib, hukumat odamlarining buyrug'i bilan shunday qilgan edi. Amaliyotda Mahmud Shijang Hindistonga chiqib ketgan. Chiqib ketishdan avval Mamtili apandiga birga ketish fikrini bergan bo'lsa-mu, Mamtili apandi o'zi tarbiyalagan o'quvchilarini tashlab qo'yib, g'oyib bo'lishga ma'qul bo'lmagan edi. Atishdan qaytib kelib uzoq o'tmay, Mamtili apandi intayin g'alati bir tush ko'rdi. Va bu tushni to'plantiga yig'ilganlarga so'zlab berdi. Akşam intayin g'alati bir tush ko'rdim. Tushimda bir tuga meni oldiga silib, maktab oldiga elib kelib, sen sinfdagi qizlardan birisini aldab elib chiqib bersan dedi. Men alpoz yomon bu tugidan qo'rqib, darhol bir qizni elib chiqib berdim. Shu hamon uyg'onib ketdim. Mamtili apandining shuni anglagan muallimlar bir-biriga qarashqanicha turib qoldi. Shu hamon bir muallim: "Apandi, meningcha bu hech qanday qo'rqinchli tush emas, hech qanday ma'nosi yo'q", dedi. Mamtili apandi bu muallimning ko'nglini tindiradigan so'zlarni qilayotganini bilib, "Meningcha bu tushda bir gap bor. Ko'nglim bir narsani tuyg'andek qilyotidi. Sizlar ko'ngil yasamay ochiq yo'riq ta'bir berib beqinglar", dedi. Ondan beshini sangiltib o'tirgan Abdurahmon shoirga qaradi. "Qani, sen ta'bir ber baqa." Abdurahmon shoir xeyligacha gap so'z qilmay o'tirgandan keyin ning ta'sida: "O'zlarini elib mangan tuga Azroil. O'zlari elib chiqib bergan qiz odamning jinibikin deb o'ylayman", dedi. Mamtili apandi darhol so'z boshlab: "Ta'biringga qanoatlandim. Tushning o'ng'i tortib qoladiganlarimi bo'ladi. Lekin men bu tush uchun ancha qayg'urib ketmayman. Bizning jinimiz Xudoning ilkida. Hayotlik bo'ladigan, turmush bo'ladigan g'am andishlardan, undaq yoki mundaq tashvishlardan xoli bo'lib bo'lmaydi. Burun bir podshoh o'tgan ekan. U vazirlarini bir yerga jam qilib, o'zi shuncha qudratli podshoh bo'lsa-mu, g'am andishidan xoli bo'la olmayotganligini ifodalab, mundaq ikki misra she'r o'qigan ekan. "Jimi olam mening bo'lsa, g'amim bitmas nadidir bu." Onun vazirlari orasidagi farosatlik, donishmand bir vazir o'rinda turib, "Azalda g'am turobidan bino bo'lgan badandir bu", deb javob bergan ekan. Shunga g'am andishdan xoli bo'lg'ili bo'lmaydi. Mendagi g'am birli so'z bilan aytganda vatan g'ami, xalq g'ami. Buningdan boshqa tilga olg'ida g'amim yo'q. Dilqut xazinasi. qoldi. Bundaq sharoitda vatanning g'amini, xalqning g'amini yeb, ancha-muncha ish qiladiganlarning hayoti xavfdan xoli bo'lmaydi. Boshqa g'amni yeyish behojat. Bu ne g'am, bu da ketar. O'ylama hech bu da ketar. Taza bo'l, qo'rqma chelish. Zoda hayot bu da ketar. O'lmayin hayot qolsam, bu ham tugab ketar. Mamtili apandi demakchi bo'lgan so'zini bu she'r orqali nihoyat tushunishli qilib tugatdi. Yig'inning kayfiyati intayin ig'ir tus olgan bo'lib, yuzlar qizargan, ko'zlarda o't chaqnaydi. Cho'ng-cho'ng tinishqim jur'at qilolmagandek, hammaylar ig'ir sukutga petib o'tirganda, Abdurahmon shoir o'rnidan dast turib, odamni larziga soladigan jaranglik ovozi bilan she'r o'qishga kirishdi. "Köyümchan ot yürek bağvan oluq ustozimiz bizning. Yürekti mengü parlaydı aqide mehriniz sizning. Ki g'amdan tiz xalos bo'ldik, ko'ngilda qolmadi g'ashlik. Vatan xalq bahoriga so'qar poq qalbimiz bizning. O'gatgansiz vatan elni suyish har kimga burchdir. Shunga sizni qilib ulgi davomlash ahdimiz bizning. Kurashga belni ching bog'lab to'saqlardan bo'sib tashlab, ilim irfon yo'lidan bo'ylab dengishchin qarzimiz bizning. Magar shumqaga quzg'ullar bahorini g'azon qilsa, pido eylab bu jonlarni yo'qotmoq shartimiz bizning.
Qasambar Abdurahmon sen Chivar ustoz huzurida vatan xalq umidini o'rindash va'damiz bizning. Qaynoq deklamatsiya ichiga sho'ng'ib ketgan Mamdili apandi ko'zidan sirg'ib tushgan yeshini tezla surdi oldi. U bak hayajonlanib ketgandek qiladi. 1937-yili 5-oyning 4-kuni sahar osmonda qop-qora bulutlar agib yuradi. Faqat ostin otish osmondilla emas, butkul yurakni yirtqidek bir mudhish xabar tarqaldi. Rayimsiz Malullah oxir bu o't yurak ma'arif boshlamchisiga qora qo'lni uzatgan edi. Tang etishdan burun otishga yetib kelgan Qashqar viloyatlik soqchi idorasining muavin boshlig'i Obul Qosim odamlari bilan Uyg'ur uyushmasida Mamdili apandini kutib turgan edi. "Oh, apandim!" Butun Tangridagi Ko'illun tog' tizminlarini titratgidek nolaliq ovozlar Tarim daryosini shiddat bilan o'rkashlatibadgidek echinishliq ingrashlar atrofni bir oldi. Bir sok-sok yoyda otga mindirilgan Mamdili apandi hur-hur yig'lashgan o'qituvchi o'quvchilar va yurtdoshlari bilan beshini ningshitib xo'shlashdi. Sonsiz qo'llar harvida po'lanlaydi. Süp-süzük yoshlar chanoqlarida lig'irlaydi. Anglavatqaninglar Beli Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Chuchula. Mamdili apandining ko'zi silingan holatda ko'z oldida turganini ko'rgan budri chash, so'rin talat, ko'zlaridan kibr va talvilik chiqib turgan soqchi kiyim bilan teg'imi mag'rur ko'rinadigan egiz bo'y odam qattiq qoqoqlab kulibdi. "O'ylamagan bo'lg'ayting, apandi." "O'ylamagan bo'lg'ayting." Masxirlik hejaydi u. Bu odam Toshkentda Mamdili apandi bilan ziddiyatlashib qilib, qurol chiqarib tahdid solgan. Ayni chog'da Shinjongda qon ichar 3 hoji deb nom olgan hojilarning biri soqchi boshlig'i Qodir hoji edi. Mamdili apandi Qashqar viloyatlik soqchi idorasida qisqa so'roq qilingandan keyin Yovog' turmasiga elib berilib, 14-kameraga yolg'iz to'lab qo'yildi. U kamerning janubiy temiga o'zining otga mingan obrazini sizib, ostiga "Men 1937-yili 5-oyning 4-kuni seshanba bu yerga keldim. Meni nohaq qo'lga elishdi" deb yozib qo'ydi. Mamdili apandini dastlab yolg'iz kameraga soladi. Keyincha Hisomiddin apandi bilan bir kameraga soladi. Soqchilar dahshatli qiyin qistoqlar, urush, xilma-xil jazolash vositalari orqali Mamdili apandiga do'zax azobini tetdi. Garchi bu nomda so'roq bo'lsa-mu, amaliyotda so'roq so'rash, ahvol egilash emas, balki urush, qiynash, og'u faryoddan huzurlanish edi. Chunki Qodir hoji Mavlanov deganlar Mahmud Shijongning qoldiq qismlarining tashkillangan Abduniyoz, Mo'ydin, Kichik Oxun Tuanjon qatorliqlarning boshchiligida shiddat bilan Qashqarga bostirib kirayotgan qismlarga kuchi yetmay talvilishib ketgan edi. Mavlanov odam o'ldirish xumori bor birining bo'lib, yakanda turayotgan chig'ida bir qatim Qurbon hayitda mast bo'lib qilib, Dadqabay degan og'inisi bilan atalmish jinoyatchilarni bir pichoq surish bilan jinni elishda bastishib qilib, odam o'ldirishda rahimsizlashib ketgan edi. Uning ustiga davomli xalqparvar, ma'rifatparvarlarni o'ldiradi. Mamdili apandi 14-kamerning tomlariga g'azab, ochiq, xo'rliqdan to'xtamay she'r yozib to'shqizib atgan edi. Taqdim taq bo'ldi mundik xalqning nidoyidan. Quloqlarim g'as bo'ldi kishalla sadoyidan. Gunohi na ishkin bunda qamalgan navqirallarning haqda uyg'uni yo'qdir tengilgan shum gumonlarining. Ruhim ajab qisildi yolg'izlik tutqunda.
Saatlerim ötmekte, kişenlenip zulmette. Yeşim 36 yaş, taştım better katlı baş. Ada bular okşaymen bu xil kaygı hasrette. Bu qarangı yıllarda tapalmadım adalet. Adaletke intildim, qo'lga oldi siyoset. Xalqim uchun ilim ben taraqqiyot istedim. Niyetim sap dilim oq, o'tkizmadim jinoyat. Xudo bilur balalarım qoldi dadu faryodda. Derikimni ololmay sarson bo'lib har yoqda. Al xoini mamtimin ishchiqori munofiq, hukumatga ustimdan xabar beribsan soxta. Urg'ib turgan issiqqan jismimda isyon etar, kunda mushtumdek kesak xat yezib tugab ketar. Al xoini mamtimin ishchiqori munofiq degan misradagi mamtim 1930-40 yillari Qashqar tavasida Shimsay va Gomindang hukumat uchun ishpiyonlik qilib, nurg'un xalqparvar o'g'lonlarning issiqqini bilan ikki qo'li bo'yalgan munofiq Mamtimin Oqkirpik degan kishini ko'rsatdi. 1937-yili 5-oyning 30-kuni saqchilar Yavoq turmisiga o't qo'yib etib, yangi shaharga qochib ketibdi degan shum xabar Qashqar shahriga tezli tarqaldi. Kishilarning yuragi par-par edi. Nizomiddinning o'g'li Reshad bu xabarni anglab cho'chib ketdi. Uni dadasi Mamtili apandi qo'lga elingandan keyin uningga tamoq, kiyim-kechak yetkazib berishga buyurib, Tash Oxunimning Janon ko'chasidagi to'qlining uyiga joylashtirib qo'ygan edi. Reshad yugurib kelib ko'rdiki, turma ichi qizil qiyomatning o'ziga aylangan edi. Jasadlar o'yladi. Tomning to'llarida. Kamerlarning bo's o'g'illarida dövlishib yotadi. Reshad yugurgan peti Mamtili apandi turgan kamerga bordi. Kamer qop-qora edi. U orqasiga yonay dedi-yu, murziga qo'yilgan qo'ldan cho'chib varaqirib aytdi. Qo'rqma, bu men. Shundala dadasining chiroyiga qarashga petingan bola Nizomiddinning qo'yniga o'zini otdi. Ular jasadlarni o'yan o'rib, buyon o'rib, Mamtili apandining jasadini tepishga tutindi. Chuchul purqi hamma yerni qoplagan edi. Yerda qalaymaqan chechilib yotgan, kuyib chuchuli bo'lib ketgan odam gavdalariga qarab, kishining ichi seyrilib ketadi. Topdim! Reshadning ovozini anglagan Nizomiddin va belli kelgan Abdug'ofur Qunoji, Abbos cho'ngla uning Bilqut xazinasi. Ishonch qilalamsan, dedi hammasi birdekla. Mana bu ko'ymay qolgan Karishnovoy oyoqni men bir necha kun oldin akilib bergan edim. Mollikam jazman shu. Nizomiddinning ko'zidan taram-taram yosh quyilib ketdi. U Mamtili apandining muborak jasadi ustidagi quruq ustixonlarni elib etib, kuyib chuchuliga aylanib ketgan jasadni avaylab elib, ko'ylak choponlarga o'radi. Eshakka ortib, Bashkiramga yetib kelganda qorong'i tushgan edi. Ular jasadni tog'origa selib, otga ortib, Bashkiramning ish yo'li orqali kechalab otishga qarab yo'l oldi. Nizomiddin apandi, Abbosjon, Abdug'ofur uchaylan ustiga jasad ortilgan eshakning yonida buqildab yig'lig'inicha minib ketdi. Shunda qilib 1934-yildan 1937-yilgacha 4 yil jarayonida jangovar izchillarni boshlab, nay barabanlarni yangritib, hayvatlik mashqi dassab, naqshi marsh bilan jahonni o'yg'itib, tog'u toshlarni millarsiga solgan, Janubiy Shinjong tavasidagi yangi ma'arif harakatida boshlamchilik rol o'ynab, ajoyib muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan bu sarkarda 1937-yili 5-oyning 29-kuni kechada Mavlonov tarafidan etilib, o'zi bilan bir qatorda qurbon bo'lgan sonsiz o'g'lonlar orasida ko'yib chuchuli qilib etilgan edi. Mana endi o'ynoq etida sho'x naqshi etib mangan yo'lda jasdi tog'irlarga qachilangan holda un-tunsiz ketib boradi. Uning meyitini Nizomiddin
Abdurahman shoir, Abbas Jung, Quvan Shayx, Abdug'ofur Qunaji, Rishad va yerlik tayyorlagan ikki Nimkor Tashmat, Egambardi qatorliq 8 odamlar dafn qildi. Ehtiyot yuzidan qabra ustiga egizrak to'pi dövlashga jur'at qila olmadi. Marhumning qabri o'rnini oshkorlamaslikqa qasamyod qilishdi. Uyg'ur yangi zamon ma'arifining asoschilaridan biri, talantliq tashkilotchi va ma'rifatparvar shoir Mamtili Apandi qatl qilinganda, uning amdili dunyoga ko'z ochgan qizi Adiba dada deb faryod chekib to'liy olmagan. Oralli 2 yildan ortiq er-xotin bo'lib o'tgan ayoli Malikazod uning jasadi ustiga tashlanib, qadrdon erining hidini qora tuproqqa kirish oldida yetlib ololmagan bo'lsin, uning nurg'un o'g'lonlari, nurg'un shogirdlari hali ham uning qabrisi ustiga issiq yoshlarni oqqizmoqda, ham buningdan keyin texini oqqizadi. Chunki ma'rifat egisi mangu o'lmaydi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Nur Muhammad Ömer Uchqonining Ma'rifat mash'ili Mamtili Apandi nomli asri bugun mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.